Endi sizlar bilan matematik funksiyalarni 3 ta yengilini ko'ramiz, ya'ni o'zlashtirish oson bo'lgan. Juda ham ko'p vazifani bajarmaydi, lekin bilib qo'yishimiz zarar qilmaydi. Bu birinchi ko'radiganimiz celoy degani, ya'ni faqat butun qiymatini olib beradi. Buni hisoblashni ko'rib chiqamiz. Celoyni tanlaymiz. Buni bo'lamiz bunga. 15 olib berdi. Aslida esa agar buni yig'indisini, ya'ni bo'lishini hisoblaganimizda 15 butun necha ham chiqishi kerak edi. Bu funksiya har doim kerak bo'ladimi deydiganlarga har doim kerak bo'lmaydi. Oddiygina holat menga mana bu natijadan 15 ni olishim uchun mana buni o'zini ishlatishim menga yetarli. Siz mana shuni o'zini ham hisoblashingiz mumkin. Bu bergan to'g'ri bu dumini olib tashlayapti, lekin mana bu ham xuddi o'sha natijani beradi. Keling mana oyliklarni ham aytaylik. Bizga oylik chiqarildi. Ishchilarning oyligi mana shu kunga bo'lganimizda mana shuncha summadan chiqdi. Endi biz oylik berishda ularga yaxlitlab berishimiz kerak, ya'ni 6667 tiyin topib bera olmaymiz. Shuning uchun yaxlitlashga mana shu funksiyani amaliyotda sinab ko'ramiz. Celoyni tanlaymiz. Mana buni yaxlitlab ber deymiz. Shunchaki yaxlitlab beradi. Xohlasak buni mana bunday ko'rinishga o'tkazib yashirib qo'ysak bo'ladi. Yoki mana shuni o'zini ham boya aytganimdek yaxlitlab olsak bo'ladi. Faqat bunda +1 ga yaxlitlab yubordi. Qarang, e'tibor bering. Bu mana bu orqasidagi 5 dan yuqori bo'lgani uchun oxiri 6 bilan tugagani 7 qilib yubordi. Biz esa ya'ni mana buni ham 3 ni olib tashladik. 3 ni oldik. Aslida buni agar buni yaxlitlaydigan bo'lsa to'g'ri bo'lib ketardi. Ya'ni biz bitta kamga yaxlitib olsak bo'ladi funksiya bilan. O'rganib qo'ying. Buni o'rnini mana shu yerdagilar bilan ham bajarsa bo'ladi. Keyingi ko'radiganimiz birozgina qiziq funksiya hisoblanadi. Ya'ni matematikada shunday tushuncha bor edi. Qoldiqsiz bo'linadi ham degan tushuncha bor. Aytaylik 213 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Bo'lsa qanchadir qoldiq qoladi. Bu qancha qoldiq qolishini mana shu funksiya bilan ko'rsak bo'ladi. Demak, astat deymiz. Mana buni belgilaymiz. Nuqta virgul qilamiz. Chunki aytyapti, ikkita argument so'rayapti. Birinchisi chislo deyapti, ya'ni sonni. Deletel degani bo'luvchi deyapti. Shuni hisobla deyapti. Demak, buni bunga bo'lganimizda 5 qoldiq qolar ekan. Buni real hayotda qanday ishlatishimiz mumkin? Aytaylik, biz bir nechta partiyalarda tovar jo'natishimiz kerak. Tovarlarimiz soni quyidagicha, lekin bizga mo'ljallangan qutiga 12 tadan sig'adi. Aytaylik, bizda birinchi partiyamizda 125 ta tovarni qutiga solishimiz kerak. Bitta qutiga 12 ta tovar sig'adi. Qanchadan ortib qoladi, shuni hisoblab ber desa, mana shu hozir ko'rib chiqqan funksiyamizni ishlatishimiz mumkin. Demak, astat deymiz. Demak, mana bu chislo nuqta virgul qilamizda bo'luvchi deymiz. Natija chiqdi. Shuni bilib olishimiz mumkinki, demak, birinchi partiyadan hamma tovarlarni qutilarga solganda 5 ta oshiqcha qolib ketadi. 3-partiyadan 2 ta ortib qoladi. 5-partiyadan 11 ta ortib qoladi. 6-dan 8 dona tovar ortib qoladi. Shu orqali ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyin ko'rib o'tadiganimiz bu faqatgina ijobiy qiymat qaytaradi. Ya'ni agar aytaylik, mana bundan ABS deymizda 10 dan ayiramiz 20 ni plus qaytaryapti. O'zi aslida qanday bo'lishi kerak edi? Kichik qiymatdan katta qiymatni ayirganimizda minus qiymat chiqishi kerak edi. Lekin mana funksiya natijasida bu ijobiy qaytarib beradi. Buni ham mana oddiy holatda ko'rishimiz mumkin. Demak, haqiqiydan reja qilinganini ayirsak minus chiqyapti. Lekin xuddi shuni ABS bilan qiladigan bo'lsak, hammasi ijobiy holatda chiqadi. Bu funksiya har doim ham kerak bo'lmaydi, lekin bilib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni qandaydir holatlarda natija faqat ijobiy bo'lishi kerak bo'lgan joyda mana shu ABS ni ishlatishimiz mumkin bo'ladi.